2025-yil 18-iyun sanasida Vadil Go'zal eng ertaki nok. Tagayvada 3-yoshga o'tgan nokni holatini ko'ringlar. Eng qizig'i, sotilishi zo'r sotilyapti. Narx-navosiga kelsak, narxlari ham o'ta zo'r. 30 ming so'mdan 40 ming so'm, 50 ming so'mgacha olinyapti. Buni ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz, shoxlarini olib borib, ular payvand qilganmiz. Bilga tayyor. Nokni bizni kuzatayotganlar, tagida meva ham qilgan. Holatlari o'ziga nimasi zo'r. Xudo xolasa, nok ko'chatdan boqilaman deydiganlar bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Tagayvada erta hosilga kiradi. Yaqinroq kelib ko'rsatavering. Nok holatiga qaranglar. Bu 5 kun 6 kun bo'ldi uzilganiga, lekin baytlar kech sharoit endi anaqa kech joylar bo'lgani sababiga endi mana nima bo'lyapti. Bugun erta bu ham uziladi. Ertaki joylarda tugadi. Yaqinroq kelib ko'rsating buni. Nokni holatiga baho beringlar. 3-yoshda mana. Nok ko'chatdan boqilaman deb jo'natib bersizlar. Eng ertaki nok. Vohalarda bizda 10 kun, 15 kun ag'ida erta pishadi. Bemalol nok ko'chatdan boqilaman deb jo'natib mehnatdagi bittadan like bosib qo'yamiz. Bizga kuzatishda davom etinglar.